Hurmatli kuzatuvchilar, bizi ya'ni boshqaruv servis kompaniyasi va mahalla bilan birgalikda olib borayotgan ishlarimizni tanqid qilmasdan, maslahatim o'zinglarning mahallanglarda tatbiq qilinglar. Nimagaki, yillar davomida almashtirilmagan temir quvurlar hozirda mana tiqilgan, bu yoqdan bosim ham o'tmaydi va isitish tizimiga ancha zarar beradi. Bizani olib borayotgan ishlarni, ya'ni Tong mahallasida olib borilgan aholiga tushuntirish ishlarini boshqa mahalla, ya'ni vatandosh mahalla raislari ham ko'rganlar va o'zlari mahallalarida ham aholiga tushuntirish ishlarini olib borib tatbiq qilganlar va natijalarini mana o'zlaridan eshitamiz. Tong mahallasida olib borgan ishlarni ko'rib, biz vatandosh mahallasida ham xuddi shunaqa ishlarni tatbiq qilishga harakat qilamiz. Bizni mahalla gruppasida o'sha fuqarolarga umumiy uyda turishimizni, umumiy uyda turadigan har bitta 5 qavatli uylardagi 5 qavat yoki 9 qavatli uylardagi 9 ta qavatdagi qo'shnilar bir-biriga uzviy bog'liqligini, agar bir xonadonda issiqlik bo'lmasa, ikkinchi xonadonga ta'siri yoki butun uyga ta'siri borligini, mana bunaqa temir turbalar, ichi to'lib qolgan turbalar qolib ketsa, haqiqatan issiqlik bosimi yana ham tushib ketishini aholiga ko'p etib, o'sha aholiga shularni almashtirish haqida, bizga bilan birgalikda o'sha turbalarni almashtirish haqida ish olib boramiz. Bahromjonni Tong mahallasida qilgan o'sha ishlarini biz o'zimizni mahallamizda tatbiq qilish uchun yana aholiga mana shunaqa tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Haqiqatan bu uylar qurilgandan beri almashmagan turbalarning ichi to'lib ketgan. O'sha turbalar almashtirilgandan keyin ko'pgina uylarda issiqlik tizimi tiklandi. Bu yil qish hisobida aytmoqchi bo'lganimiz, haqiqatan ancha uylar isib, deyarli bizda muammolar qolmadi. Demak, mana shu eski qolib ketgan temir quvurlarni almashtirish natijasida o'sha uylar to'liq isidi, hozirgi kunda isyapti. Hozirgi kunda to'liq isidi. O'sha tushgan murojaatlarning ko'pchiligi aynan shunaqangi anaqa kamchiliklar bilan tushgan bo'lgan, o'shaning uchun isimagan, 2-3 ta uylar isimagan. Lekin quvurlar almashtirilgandan keyin uylar isib ketdi. Hozirgi kunda aholi Umidiya boshqaruv servis kompaniyasidan roziligi qay darajada hozir? Ayni hozirgi kunda Umidiya boshqaruv servis kompaniyasi mahallada juda ko'p ishlarni qildi. Haqiqatan Umidiya boshqaruv servis kompaniyasidan mahalla aholisi rozi ularning ishlaridan. Mahallada ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Bundan keyin yana ham ko'p o'zgarishlar bo'ladi degan umiddamiz. So'z yakunida, hurmatli mulkdorlar, agar kimnidir ham uyida shunaqa eski temir quvurlar qolib ketgan bo'lsa, maslahatim ixtiyoriy ravishda o'zinglar almashtiringlar, muammoni bartaraf etinglar. Nimagaki, agar qaysidir ham qo'shningiz siz sudga beradigan bo'lsa, sud katta jarima belgilashi mumkin va bundan tashqari qo'shnilaringizni isimagan har bir kuniga to'lov undirishi mumkin. Hammaga rahmat.